Sen nechinchi kelsan? Oyog'im 42. Endi egnam 50. Shundaymi? Sizchi? Oyog'imiz 40, kostyumni 48 kiyamiz-da, qarindosh. Voy, kichkintoylar qolib ketdi-ku? Ha-ya. Bu bitta jiyanimiz bor. Shuding maktabon jinnisi. Har safar shu maktabon davradida bir opasini to'ydan esdalik bitta maktabon qo'shib olinglar. Xo'sh, yana nima esdan chiqdi, ha? Suv. Niyalni suvni aytdingiz-ku? Voda biroz suvni yuvaraylikmi? Shuni aytmadinglar-ku? Havo, kerak emasmi? Aka, bu kishi nima qildi? Kim tur? Ilgargi sovchimizdan mana shunaqangi jinni bo'lgan edi. Uniki ham boshlanib kelyapti. O'zingizni tuting akasi, bir kunlik to'y o'tadi ketadi. Ha? Nima? Sizga yana nima kerak? Bir qarish til kerakmi? Sizgachi? Volasat, fotoapparat, magnitofon, samolyot, traktor, ekskavator kerak emasmi? Samosvalchi, balki asfalt qiladigan mashina kerakdir. Onasiga kampir zavodi, opasiga kiyim fabrikasi, sizga zambarayning o'qi. Grajdanlar, poyezd 3-yo'ldan ketyapti. Ehtiyot bo'linglar! To'ylar muborak, Qur'oni ketdi.